İlişat efendim, azı kadar mezmunga qo'shimchalarimiz bo'lsa anglaydi. Ovozim hali aniq chiqyotamda? Yaxshi. Bo'rondek chiqadi. Aldı bilan mush fursatni berganingiz ko'p rahmat. Rahmatjon efendim. Albatta amaliyotda o'zimizni maoshni qandoq, oshni qandoq deb ekranni oldiga so'zlash toza to'g'ri bo'lmaydi, ammo mush yaqinda mush bo'lib mush imzo etish oldi keynida mush indigenous people shu ishlar chiqishni oldi keynida nurg'un odamlar bu kimlardi, bu nereden tuyuqsiz paydo bo'lib qolgan bolalar, tuyuqsiz chiqib qurultay hujum qilib ketdi degan shaklda bakchiq so'zlar bo'lib ketgachga biz shu ancha-muncha o'zimizda qisqacha bir tunishtirib o'taylik deb planladik. Chunki biz ayni vaqtida, gerçi bizning tariximiz uzun bo'lmasmi, shaxsan men 2009 Gollandiyaga keldim. 2009dan boshlab hozirgacha Abslamlar bilan albatta bundan keyin yana nurg'un sabdoshlarimiz bor. Birlik chiqib kelyapmiz. Ammo normal bir ayishayotgan ish bo'lsa, ayishayotgan odamlar bo'lsa, mush da'vo uchun ko'ngil bo'layotgan odamlar bo'lsa, bizni biladi bu ishlarda. Afsuski, orada nurg'un yana o'xshamaydigan davlat turayotgan va uning 2009dan 2017gacha bu da'vo ko'ngil bilmagan, hatto Facebook shunday xabarlar jiroq turgan odamlar bor bo'lib qolg'achqa, shuni hozir kelib bu kimlardi deydigan savollar bek chiqlab ketdi. Shuningga mushuni bir qisqacha nayta yaxshi tushuntirib berdi Abslam. Rahmat. Yan birsiga menmo o'zim Abslam ko'rsatib bergan slaydlarga o'xshash mayli 2011 qilgan futbol musobaqamiz bo'lamdi, erkinlik lo'nqisida. Mayli shu 100 kishilik namoyish bo'lamdi. Mayli shu Brukselda eng jonli shaklda u namoyishni tig'im rang qatgan bir to'p jangovar yoshlar bo'lamdi. Va shu Metu Uyg'ur hatto Xalmurat qerinishimiz shu vaqtida qilgan Metu Uyg'ur faoliyatidagi eng muhim rol o'ynagan, buni aniq deyalarim, eng muhim rol o'ynagan biz. Ya'ni misol desam, shu Xalmurat qerinishimiz shu fikrni shu vaqtida Abslam dedi, bir xalqaro bir to'pimiz bordi. Uni u guruhdan men yiqqan, yana butun dunyodagi har bir davlat turgan aktiv jonli jangovar yoshlarni bir to'p qilib yiqqandik. Araliqda shu Metu Uyg'urning, ya'ni Karvan degan faoliyatdan chiqqan. U timini to'g'ri ko'rib, men shu Karvan ma'moqchi bo'lgan har bir davlatlarniki yoshlar bilan aloqashib, namoyishlarni tayyor qilganga hamma ishlarga mas'ul bo'lgan. Buni deb qo'yay dedim. Ya'ni biz 2009dan tortib hozirgacha qanday ma'lumotgan bo'lsak, o'zgarib boqqan yoshlar emas. Uchinchi to'liqlab qo'yay, rahmat. Tamam.